Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan oilaviy kanal Reza Movies va bu Go'zal o'lim filmi. Yosh balerinalardan iborat guruh chiqish qilish uchun yo'lga chiqadi. Lekin ularning avtobusi odam yashamaydigan o'rmon o'rtasida buzilib qoladi. Qizlar eski bir mehmonxonaga tushib qolishadi. U yerda mahalliy jinoyatchilar yashaydi. Bunday muhit esa raqs harakatlari bilan bo'ladigan qonli to'qnashuvlarga olib keladi. Juda qiziqarli film, oxirigacha ko'rsangiz mazza qilasiz. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Aytgancha, mehnatimizni qadrlab, videoga bir donagina like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Film voqealari Amerikadagi balet maktabida boshlanadi. O'qituvchi Madam Torna 5 ta balerinani Vengriyadagi chiqishga tayyorlamoqda. Balerinalardan biri Bones mashg'ulotga kech qoladi. Bu esa boshqa qiz. Boy ota-onasi maktab homiysi bo'lgan prinsessaning noroziligiga sabab bo'ladi. Kech qolgan qiz va boy qiz o'rtasidagi mojaro kattalashib, oxiri boy qizning burniga kuchli zarba berish bilan yakunlanadi. O'qituvchi Bonesga o'zini tutishni o'rganish kerakligini aytadi. Hech bo'lmasa boshqa joyga ketish imkoniyatini olguncha. Buning uchun esa Vengriyada yaxshi chiqish qilish kerak. Ammo ular mamlakatga yetib kelgach, samolyot boshqa aeroportga yo'naltiriladi. Shuning uchun Budapeshtga avtobusga borishga to'g'ri keladi. Lekin avtobus odam yashamaydigan o'rmon o'rtasida to'xtab qoladi. Kichik maqsadlik uchun balerinalar o'rmon orqali piyoda yurishga qaror qilishadi. Tanlov esa ertaga. Yomg'ir ostida ular chekka joyga joylashgan Teremok mehmonxonasiga yetib kelishadi. Ularni kirishda kamgap xodim Yuri va ko'proq gapiradigan Osip kutib oladi va ichkariga olib kiradi. Mehmonxonada qizlar barni ko'rishadi. U yerda g'alati ko'rinishdagi odamlar ichimlik ichib, qimor o'ynab dam olishmoqda. Kichkina sahnada Artem ismli yigit chiqish qilmoqda. U kar soqov balerina Xleoga yoqib qoladi. Lekin u uning qo'shiq aytishni baholay olmaydi. Bones balet kiyimidagi qiz suratini ko'radi. Bu mehmonxona egasi. Uni sichqonlar malikasi deb chaqirishadi. Pasportdagi ismi Devora Kasimir. U bir vaqtlar baletni baxtsiz hodisa tufayli tashlagan. Ospenning hamkasbi Sona qizlarga quruq kiyim kiyishlarini maslahat beradi. Lekin ularda faqat balet kiyimlari bor. Shuning uchun ular shularni kiyishadi. Oradan ko'p o'tmay mehmonxona egasi Devora keladi. Shu payt mahalliy jinoyatchi boshliqning o'g'li Pasha kirib keladi. U otasiga tegishli pulni olish uchun kelgan. Xloya hojatxonaga borganda Madam Torna uni kuzatib boradi. Qolgan balerinalar esa sahnada raqsga tushishga qaror qilishadi. Pianinochi esa klassik kuy chalmoqda. Madam Torna koridorda yurib, tasodifan Devora va uning o'g'illari bir odamni qiynayotganligini ko'rib qoladi. Ular uning tiliga tamg'a bosishmoqda. Qo'rqib ketgan ayol Xloyani izlashga yuguradi, lekin uni topa olmay, u qaytib kelgan deb o'ylaydi. Zalda Pasha unga tegajog'lik qiladi. Qutulish uchun u yumshoq tuxum degan maxsus zarbani ishlatadi. Xullas, ikki oyoq o'rtasi. Zarba natijasida Pasha obro'sini ham, sabrini ham yo'qotadi. G'azablangan Pasha hammaning ko'z o'ngida ayolni boshdan otib tashlaydi. Qolgan mehmonlarga ham qurol bilan tahdid qiladi. Balerinalar qo'rqib sahnada bir-biriga yopishib olishadi. Bones esa jasadga hayrat bilan qarab qoladi. Devora vaziyatni tinchlantirishga harakat qiladi. Prinsessa politsiya chaqirishni so'raydi. Lekin Bones bu yerda politsiyaning gapi o'tmasligini tushunib, ochiq eshikdan qochishga harakat qiladi. Tashqariga chiqqan zahoti Bones boshiga belkurak bilan zarba yeydi. Bu ishni hovli tozalovchisi Yuri qilgandi. Osip Devora buyrug'i bilan qolgan qizlarni podvalga olib tushadi. Xloya esa yo'lda adashib, koridorda Devoraning kichik o'g'li Artemni uchratadi. Ular gaplasha olmasalar ham bir-birini tushunib yolg'iz qolishadi. Podvalda Grace ismli balerina vahimaga tushadi. Osip unga yordam berish uchun konfet beradi. Lekin u aslida narkotik bo'lib chiqadi. U ularni qulflab ketadi. Devora esa katta o'g'liga Bonesni qolganlarning oldiga olib borishni buyuradi. Keyin u kabinetida
Pasha bilan gaplashadi. Pasha otasining obro'siga tayanadi, lekin Devora uni qotillik videosi bilan shantaj qiladi. U pulni qaytarib oladi va endi o'zi soliq to'lashni aytadi. Hushiga kelgan Bones ko'radi. Grace yuborgan odam Sonaga aytayapti. Hech kim ularni qayerda adashib qolishganligini bilmaydi va bu yerdan ularni hech kim qidirmaydi. Bones dugonasini jim bo'lishga majburlamoqchi bo'ladi, lekin Grace narkotik ta'sirda bo'lganligi uchun gapni to'xtata olmaydi. Ular bilib olishadi, agar Devoraga qarshi chiqishsa, tillaridan ayrilishadi. Sona bilganlarni Devoraga yetkazgach, u ortiqcha guvohlarni yo'q qilishga qaror qiladi. Buning uchun maxsus mutaxassis doktor allaqachon chaqirilgan. Shu payt Devora o'g'lini oxirgi balerina bilan ko'rib qoladi va yana bir muammo paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Yuri hovlida o'ldirilgan Madam Tornaning kiyimlarini yo'qayotgan paytda Devora uning boshidan o'qni o'zi chiqarib izlarini yo'qotmoqda. Podvalda Bones bir amallab qo'lidagi iplarni yechadi. U Grace'ga narkotikdan qutulish uchun qusishga yordam beradi, lekin ta'siri hali ham yo'qolgani yo'q. Osip qizlarning sumkalarini podvalga olib keladi. Qizlar o'zlarini uxlayotgandek ko'rsatishadi, lekin Grace dori ta'sirida dahshatli gallyutsinatsiyalar ko'ra boshlaydi. Osip chalg'igan paytda Bones sochidagi shpilni olib unga hujum qiladi. U hech ikkilanmay shpilni uning ko'zlariga tiqadi. Osip qizni uloqtirmoqchi bo'lib, devorni buzib yuboradi va qo'shni xonaga tushadi. U yerda yana ikki balerina, prinsessa va Zoya bor edi. U Bonesni yengadi va jazolash maqsadida oyog'ini sindirmoqchi bo'ladi. Lekin shu payt Grace qo'g'irchoq shelkunchikdan olingan nayzani uloqtiradi. U tegmaydi, lekin Bonesga turib olishga vaqt beradi. Bones mashq harakatlari bilan Osipning iyagiga zarba beradi. U yiqilib eski kravatning o'tkir temiriga sanchilib qoladi. Nazorat qiluvchidan qutulgan qizlar qochishga qaror qilishadi. Podvalda endi qolishning foydasi yo'q. Mehmonxonaga doktor keladi. U izlarni yo'qotish uchun kerak. U barmoqlarni kesib, ko'zlarini chiqarib, tishlarni sug'urib tashlab, jasadni tanib bo'lmas holga keltirmoqchi. Pasha esa otasi jahlini chiqarishdan qo'rqib, qo'riqchilarga balerinalarni o'ldirishni buyuradi. Ular podvalga tushganda qizlar Osip sumkalarni qo'ygan xonaga yashirinishadi. Ular bor narsalar bilan qurollanishadi. Qaychi, aboyni noj va shunga o'xshash narsalar. Ularni ko'rib qolgan oqsoch bandit Vlad sherigiga ularni yo'q qilishni buyuradi. Lekin qizlar eshikni berkitib, uning burniga qaychi tiqishadi. Vlad eshikni buzib kirganda qizlar birgalikda unga tashlanishadi. Yakkama-yakkada uni yengish olmasligi aniq. Jang juda og'ir kechadi. Qizlar tishlashadi. Qo'l ostidagi narsalarni ishlatib maksimal zarar yetkazishga harakat qilishadi. Zoya Vlad tushirib yuborgan pistoletni olib otadi, lekin aniq ura olmaydi. Faqat tasodifan kal odamni yaralaydi. Bones pichoq olib erkaklarga ko'rsatadi. Pachka faqat balet yubkasi emas, balki zarar berishi ham mumkin. U raqs harakatlari bilan banditni bir necha joyini kesadi. Prinsessa qochishga harakat qiladi, lekin eshik yopiq. Vlad uni qo'yib yetadi. Ular o'rtasida jang boshlanadi. Vlad pichoqni olib, uni Bonesning patinkasiga sanchadi. Bones singan pichoqdan foydalanib, maksimal kuch bilan chiroyli harakat qilib, Vladning tomog'ini kesadi. Qizlar Bonesdan o'rnak olib, oyoq kiyimlarini yangilab, podvaldan chiqishadi. Bu yerda ular ajralishadi. Prinsessa qochmoqchi bo'ladi. Qolganlar esa kar soqov Xloyani qutqarishga qaror qilishadi. U hojatxonada bo'lib, hamma voqeani o'tkazib yuborgan edi. Yuqoriga chiqqach, qizaloqlar hojatxonada Sonani topadi va pichoq bilan qo'rqitib, Xloya qayerdaligini bilib olishadi. Prinsessa esa banditlardan yashirinib hammomga kiradi va u yerdan naushnik taqib ishlayotgan doktorga duch keladi. Doktor Madam Tornaning barmoqlarini kesib tashlamoqda. Koridorga chiqqan prinsessa mehmonxona egasining katta o'g'liga duch keladi. Lekin u bilan gaplashib, internet yomonligi sababli sevimli ko'rsatuvni ko'ra olmayotganligi haqida gapirib, uni chalg'itadi. Yigit uni go'yo yana podvalga qaytyapti deb o'ylab qo'yib yuboradi. Balerinalar Xloyani topishadi. U xo'jayin xonasida o'tirib, popkorn yeb kino ko'rmoqda. Qizlar stol ostida yashirilgan miltiqni olib, imo-ishoralar bilan qanday xavfga tushib qolganliklarini tushuntirishadi. Lekin Xloya ishonmaydi, chunki uni chiroyli yigit kutayotgandi-da. Zoya esa uni majburan olib ketishga majbur bo'ladi. Zinadan tushayotib, ular Devorani ko'rishadi.
u podvaldan chiqyapti. U yerda qo'riqchilarni o'lik holda yotganliklarini ko'rganligi aniq. Qizlar oshxonaga yashirinishadi va u yerda prinsessa bilan uchrashadi. Prinsessa miltiqni oladi va otasining otish klubida qurol ishlatishni o'rganganligini aytadi. Politsiyani chaqirish uchun ular eski telefondan foydalanishga harakat qilishadi. Bu paytda Devora mehmonlardan iltimos qiladi. Binoni tekshirib chiqib, qochgan balerinalarni topishsin. Hamma tarqalganligidan keyin Pasha Devoraga otasiga qo'ng'iroq qilganligini aytadi. U shaxsan o'zi keladi. Bu Devora uchun yaxshi yangilik emas, lekin u taslim bo'lmaydi. Omborga borib, ichida portlovchi moddalar bor sandiqni ochadi. Oshxonada balerinalar yashirinib turishardi. Shu payt xo'jayinning katta o'g'li ovqatlanish uchun keladi. U telefon simini ko'rib, aloqa uzilishidan oldin uni uzib tashlaydi. U miltiqni prinsessadan olmoqchi bo'ladi, lekin prinsessa otishga muvaffaq bo'ladi va uning qo'lini uzib yuboradi. Lekin qizlar ishni tugatmay qochib ketishadi. Ularni qo'yayotganlar ikki tomondan o'rab markaziy zalga olib kirishadi. Shu payt Pasha miltiqni tortib oladi. Qizlar qo'llariga tushgan narsalar bilan qarshilik ko'rsatishga qaror qilishadi. O'zlarining teatral uslubida. Ular chiqish holatida turishadi. Bones qo'liga pichoq bog'lab, jang holatiga kiradi. Birinchi hujumchi kelganda, balerinalar raqs harakatlari bilan qarshi turib, uni pichoq yordamida yakson qilishadi. Hindlarning ma'budi ko'p qo'lli Shivaga o'xshab, ular o'lim raqsini davom ettirishadi va hujum qilayotganlarni birin-ketin yenga boshlashadi. Raqs harakatlari yillar davomida o'rganilgan mahorat. Pichoqlar, bolg'a, hatto bar stoli ham ishlatiladi. Oqqushlar juda ko'plab o'ziga ishongan erkaklar uchun xavfli bo'lib qoladi. Bir-biriga yordam berish va jamoaviy harakat qizlarga omon qolishga yordam beradi. Bunga Grace'ning bolg'a bilan zarbalari ham katta rol o'ynaydi. Artyom Zoyani ushlaganda Xloya birodariga yordamga keladi. U ikkita shishadan qurol yasab dushmanlarga qarshi ishlatadi. Xloya Artyomga tahdid qiladi, lekin ularning qisqa munosabati hurmatiga uni qochib ketishga ruxsat beradi. Kimdir qurol olib kelganda qisqa muddatga hamma muzlaydi. Ular bar ortiga yashirinishadi. Xloya spirtli ichimlikdan bombishka yasab otayotgan dushmanni yo'q qiladi. Dushmanlar tugagach, qizlar derazani ko'rib qochmoqchi bo'lishadi. Bu paytda mehmonxona egasining o'g'li prinsessani ushlaydi. Devora esa mehmonxonani portlatishga tayyorlanayotgan edi. Lekin Bones yordamida katta o'g'il Sonaning o'qiga duch keladi. Bones miltiqni olib, Sonani hushdan ketkazadi va prinsessaning qochishiga yordam beradi. O'zi esa ulgurmay qoladi. Devora pistolet bilan paydo bo'ladi. Miltiqqa o'q tugagan edi. Bones unga hujum qiladi, lekin Devora sun'iy oyog'i bilan qarshilik ko'rsatadi. Bu uni balet faoliyatini tugatgan avariya oqibati. Devora uni nishonga oladi. Shu payt Pasha keladi. Devora Pashaning oyog'iga o'q uzadi. Bu barcha muammolar uning sababi bilan boshlangan edi. Keyin Devora Bonesni grimxonasiga olib borib haqiqatni aytadi. Pashaning otasi Latar Markovich uning oyog'ini kestirgan. Devora uzoq vaqt qasos olishni rejalashgan. Lekin Markovich hech qachon o'zi kelmagan. Faqat o'g'li sababli uni bu yerga tortib kelishga bugun muvaffaq bo'lmoqda. Devora sahna kiyimiga o'tadi va Bonesni doktorga topshiradi. Doktor uning oyog'idagi barmog'ini uzib tashlaydi. Lekin balerina uchun bunday og'riq odatiy hol. Shu payt prinsessa qaytib kelib dugonasini qutqaradi. Tashqarida Markovich va uning odamlari kelmoqda. Ular Yuriyni o'ldirib ichkariga kirishadi. Chiroqlar o'chadi. Balerinalar yana uchrashadi. Devora sahna kiyimida chiqib, pistolet bilan tahdid qiladi. Lekin oxiri ularni qo'yib yuboradi. Faqat Pashani olib qoladi. U tushuntiradi. Markovich uning hayotini buzgan. Endi esa u undan qasos olmoqchi. Devora detonatorni bosadi va mehmonxonani portlatadi. Balerinalar zo'rg'a tashqariga chiqishga muvaffaq bo'lishadi. Ularda mashinalar tanlovi bor edi, lekin Budapeshtga yetib olish uchun ikkita mototsiklni tanlashadi. Navigatorsiz va yo'lni bilmasdan. Faqat iroda kuchi bilan ular teatr binosiga yetib kelishadi. Qon bilan belangan holda ichkariga kirishadi. Ro'yxatdan o'tib, kiyimlarini almashtirmasdan hatto qonga belangan holda ham sahnaga chiqishadi. Chiroqlar ostida ular ajoyib raqs bilan tomoshabinlarni hayratda qoldirishadi. Shu bilan film poyoniga yetadi. Bir balo qilib filmni ham tugatib oldik. Mazza qildim xullas.
qizlar irodasiga gap bo'lishi mumkin emas. Filmni ko'rishni tavsiya beraman. Albatta film yoqqan bo'lsa yoki yoqmagan bo'lsa ham bittagina laykingizni qizg'amang va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qanday filmni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz yoki qanday janrlarni chiqarishimizni xohlasangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 ga yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyshadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirish shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikishimiz shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir qadam pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang.